안녕하세요. Anaqasi yodadimi? Assalomu alaykum deyapti. Ko'p yashang, baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Bo'ldimi? Salom faqat bir martami, a? Oyijon, bir marta bo'lgani yaxshi, agar 3 marta qilsa o'lganlarga salom berishak yo'lida. Yo'q. Mayli, bir marta ham yetadi. Oyijon, uni sovg'asi ham bor ekan. Ha? Voy, Hozir. Oyijon, Ha? bu keliningizdan sizga sovg'a. voy. Go'shtmi? Ha? Nimaga? Oyijon, Koreyada eng qimmat narsa go'sht ekan. O'zimizda ham qimmat. Bu ham sizga ekan. Menga? Ha. Bolam, nima, hojatxonamizda qog'oz yo'q ekanmi? Oyijon, uy egalari ko'p umr ko'rsin degan ma'no bildirar ekanda. Buni yeyish kerakmi? Yo'q, bizda konfet ochishadi, oyijon, bularda xurmo ochishar ekan. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Baxtli bo'ling. Voy, qo'sha qaring. Ha, boraman. Hammasi sizga. Oyijon, Ha, buni ma'nosi hayotiga hamma qiyinchiliklardan birga o'tamiz degan ma'noni bildirar ekan. bolam sho'rga. 오빠. Salam. 안녕하세요. Hech qisi yo'q. Qachon ovqatlanamiz? 밥 먹어요? Nima dedi? Ovqatlanib oldingizmi, oyijon deyapti. Sizni kutib o'tiribmiz. Oyijon, aytgandek, siz bunga ovqat qilib berishingiz kerak. Manmi? Ha? De. Chunki bu hali bilmaydi-ku uyda nima bor, oshxonada qanaqa jihozlar bor. Siz bunga tovuq sho'rva, jenshen aralashgan ovqat qilib berishingiz kerak. 치킨. 치킨. De. Yura qoling, kelin. Ha. De. O'zbekcha sho'rva. Ha. Ketdi. Jenshen ham bo'lsa, oyijon. Xo'p, qayerdan topaman senga jinshini. Yura qol. 시어머니 보여주세요. 제가 한국 전원 음식을 준비했어요. 만두, 김치, 국수, 김밥 맛있게 먹어요. Yoqimli ishtaha, oyijon. Bolam. qo'shib yura qol. 다재원에서 시험적으로 키우고 있는 채소위인데 어머니도 참김치 라마를 보셨어요? O'g'lim, nima deyapti? Oyijon, Tangin serialini siz ham ko'rganmisiz deyapti. De. Ko'rish ham gapmi? Yotib olib ko'rganmiz. U narana, u narana.